O'zbekistonda shifer qotili do'stlar. Bemalol 90 gradusgacha buklanaveradi. Bunday qilib qo'yib yorsalar ham, ya'ni o'ziga qaytadigandan bo'ladi. Yana bitta zo'r yangiligimiz bor do'stlar, bu qaranglar. Xolasalar, baqa bukulasizlar. Xolasalar yana bitta qo'yib yortirib, bu tomonlamachasi ham, ya'ni varaqqa o'xshab turib buklab yorsalar ham bo'laveradi do'stlar. Bu nima desalar, biz hozir Lexan shiferlarda optim birinchi qo'l afsanli dilerlarning joyiga yetib keldi. Bulardan, ya'ni asosan optiviklar, ya'ni olib sotib foydalanishadi do'stlar. Donaga, kvadratga ham sotishaverar ekan, eng arzon narxlarda bo'ladi. Hozir biz Toshkentga yetib keldik, to'liq ma'lumotni endi Umar akadan olamiz. Assalomu alaykum. Umar aka, charchamang, ishlar yaxshimi? Xudoga shukr. Umar aka, mana aytdim, haqiqatan Golden Plus'da dilerisilar aka, O'zbekistonda. Rasmiy xudo xolasa eng arzon narxlarda bo'ladi. Optim eng arzon narxi shu. Xo'p, bularimiz Lexan bo'ladi. Lexan mahsuloti, polikarbonat, 18 yil kafolati, bir 15 xil rangda bor. 15 xil rangda bor, xudo xolasa. Assortiment katta. Xo'p, necha xil mahsulot bor o'pshi aka? Общий bizda asosan Qozog'iston va Rossiyadan keladigan polikarbonat mahsulotlari Naves, Perilla, agrojdeniyga ishlatiladigan. Monolitniy shiper deyiladi. И polikarbonat monolit degani bor, oynaga o'xshagan, chiroyli turadigan narsa. Hammasini shifer o'rnida shunaqa naveslarga ishlatsa bo'ladi. Xo'p, birma-bir birinchi bo'lib aka Lexan shiferimizdan boshlasak. Lexan shiferlarimiz qaysidan tanishtiramiz birinchi bo'lib? Lexan shiferimiz mana bu monolitniy polikarbonat monolitniy hozirgi kunda trendga chiqayotgan mahsulotlardan bittasi. Nomi monolitniy shifer deyiladi. Monolitniy shifer. Polikarbonat mahsulot. Bu Umar aka qarang. Misol uchun hozir rosa yubqaga o'xshayapti menda. Endi hozir klientlardan tabiiyki shunaqa savol bo'ladi. Bu yubqa ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin 2-3 yildan keyin chirib yoki obto'da qatib yoki sovuqga bardoshligi qanaqa bo'ladi aka? Issiq sovuqga bardoshliligi yaxshi, 20 yillik kafolatga ega. Ega, xudo xolasa. Quyosh nurini qancha qaytaradi buni? Quyosh nurini 70% gacha ham qaytaradi. 70% gacha? 70% gacha ham qaytaradi. Bunimiz qat-qatga ishlatsa bo'ladi aka? Bu asosan Perilla, agrojdeniyga и Navesga. Navesga ishlatsa bo'ladi. Har xil sveti bor. Hozirgi kunda bizda sotuvda 3 xil svetda bor. Oq, yo'diviy rang, yashil rangi bor. Yashil ranglari bor. Bularda burchak qo'shimcha narsalar bo'ladimi? Yo'q, bularda burchak qo'shimcha stik bo'lmaydi. O'zi 5 sm bir-biriga ulanadigan anaqasi bor. Xususiyatga ega 5 sm bir-birining anaqasi. 1.05 ga 6 metr hisoblanadi bu. Bittasi 780 ming so'm chiqadi. Bittasi 780. Bular turishi. Shu turishi. Shu turishi hisoblanadi. Xo'p, endi Lexanlarimizga keladigan bo'lsak, aka, Lexanlarimizni mana o'sha Golden plastik ekan, har xillari bor, bularimiz. Golden plastik yo'diviy, mokriy, yo'diviy degani bronza rangi bor, mokriy asfalt seriya rangi bor, keyin grafit seriya bor, prozrachniy bor. Yana o'sha qora, qizil, sariq, yashil, har xil svetlari. Har xil sveti bor. Bor. Xo'p, aka, xo'p, bularda aytdi aka, Lexanni ham har xili bor aka, arzon va qimmat. Lexanimizni millimetrga qarab hisob anaqasi kelib, summa kelib chiqqan. 6 millimetrliklarimiz 70 ming so'mdan kvadrat metrga hisoblanadi. 8 millimetrliklari bor, 75 mingdan kvadrat metri, 10 millimetrliklarimiz bor. 10 millimetrliklarimiz 94 mingligi bor, 145 mingligi bor, 172 ming so'mligi bor. Kvadrati, kvadrat metr, qalin yupqa sifati kilosiga qarab hisoblanadi. Kilosiga qarab ketaveradi, xudo xolasa aka, zo'r gap. Aka, yana bitta narsa endi orasida stoyka deydi biz, ya'ni qisqa qilib aytganda stoykalari bor, misol uchun arzon qimmatida ahamiyat bersalar, mana oralarda bo'ladi. Rossiya mahsulotlaridan, Rossiya mahsulotlari duxkamерный deyiladi. O'rtada bitta yana sonsiz zashta qo'yilgan. 2 qavatli deyiladi hozir. Ko'p ustalar shunaqa deb aytishadi. Jaydari tilda 2 qavatli deyishadi. Shuni hozir anaqasi bilan, isboti bilan. Mana. Bitta, ikkita, uchta bo'ladi. Shuni 2 qavat deyishyapti hozir shu anaqada. Shu Rossiya mahsulotlari. Bo'ladi. Bularimiz sonsiz zashtasi qanaqa? Sonsiz zashtasi 75-80% gacha sonsiz zashtasi bor. 2 qavatli ultrafiolet sonsiz zashta. Shu mana shu yuqori qismida
joylashtirilgan. O'zi nakleykasidan ham ma'lum. O'zi mana yerda o'zi to'liq ma'lumotni yozgan bo'ladi. Xo'p aka, bularimiz demak 1 kvadrat metri 70 ming so'mdan boshlab 172 ming so'mgacha. bo'ladi, ketaveradi. Endi sifat shunaqasi hali. Eng hadavoylari hozir nechi pul? 90 ming, 95 ming? Eng hadavoyi hozir shu o'zimizni anaqa bo'yicha 94 ming so'mdan chiqyapti. Bronza rang, seriya rang. Seriya ranglarimiz hadavoy Seriya bo'ladi. mokrir deyishadi, seriya o'zi anaqasi nomlanishi. Zo'r gap. Bu kvadrat metr bo'ladi. Endi turishi mana shu 12 ga necha? 210 ga 12 metr, 25 u 2 kvadrat bo'ladi. 25 2 kvadrat hisoblab olaverasiz. Yana bitta mahsulotimiz aytdingiz, u qanaqa o'yinga o'xshagan? Yana bitta mahsulotimiz monolitniy polikarbonat. Bu oynaga o'xshaydi. Mana. Rangi chiroyli. 20 yillik kafolatga ega. 20 yil. Bu jicha vesi ham og'irroq shekilli bularga nisbatan, aka. Leksanga nisbatan vesi og'irroq. Bunaqasi ham xizmat ko'rsatish muddati ko'proq. Ko'proq bo'ladi. Bularimiz kvadrati necha puldan aka? Bularning kvadrati bu mahsulotimizni kvadrat metri 414 ming so'mdan 414 ming so'mdan 414 ming so'mgacha. Ha, 400. Eng arzoni nechi pul? Eng arzoni 395 ming so'm. 395 ming so'mdan u yoqqa ketadi. Buni ham necha xil sveti bor aka? Buni hozir 4 xil sveti bor. Ko'k rangi bor, mokriy rangi bor, prozrachnisi bor, keyin qora rangi bor. Qora rangi bor. Xudo xolasa. Zo'r. Bularimizni qanaqaga ishlatsa bo'ladi bunga? Bularni asosan kazirok deyiladi, kichkina naveschalar, oynalarning usti, tashqari fasadga, ichkari basseynlarning ustiga, naveschalarning ustiga o'zi ishlatiladi. Ishlatiladi, xudo xolasa. Do'stlar, bu endi hozir donaga 2 kvadratga olsalaring deyilyapti. Agar optimga olsa, xudo xolasa kelishamiz. Optim narxga optim olinadigan bo'lsa, undan bonuslarni qilib beramiz. Shunda hozir bitta listda mana shu turishi 210 ga 12 metr ichida ulanadigan o'zini anaqasi bor. Nakonechniy saydinitel deyiladi. Ular saydiniteli nakonechnigi bo'ladi. Bo'ladi. Qo'shimchasiga dastavka xizmatlarini qilib beramiz optim narxda. Optim narxlarda ularni kelishilgan holatda bo'ladi. Xudo xolasa. Do'stlar, aytganimizdek polni, ya'ni skladida turibmiz. Biz turgan joy aka Toshkent. Qayerda turibmiz? Olmazor rayon. Orientir? Orientir Jomiy bozor. Jomiy bozorda. Shunda kirganlaringda do'stlar, ichkari kirganlaringda optim, ya'ni skladlar bor mana. Golden Plus 1746 Lexan rossiyskiylar qilib qo'yishgan. Pastda undan tashqari akamiz nomerlarni qoldirganmiz. Aloqaga chiqib turib, xudo xolasa foydasidan olamiz deysa, bonuslarni qilib beriladi aka. Chiroyli qilib. Iloji boricha mana hamma savolga javob berdi aka. Agar sizlar o'ylagan savolga javob bermagan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. E'tibor uchun rahmat.